Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Haftalık mühim haberler programımızı görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Qadirli görürmenlerimiz, bugün 2024 yıl 8. dekabr yakşembe. Her yakşembe günü etdigende bir hafta jarayonida vatanimiz Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini kısa analiz qilgan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Qanundaqda aldı bilen bu haftadaki haberlerimizden mavzularga ko'z yugurtib o'taylik. Litvaniya Xitoyning 3 diplomatini qo'g'lab chiqardi. Fransiyada 2 kishi o'zak texnikasi maxfiyatligini Xitoyga setib berish bilan ayblandi. Malayziyadagi xalqaro yig'inda Sharq Turkiston masalasi asosli tema bo'ldi. İstanbulda diniy ilmlar o'quvchilari ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Amerika Xitoy mahbuslarni almashtirish harakatida 3 Uyg'ur qo'yib berildi. Biden hükümeti Xitoyning o'zak sanoatiga texmi ko'p cheklamalarni qo'ydi va Amerika Xitoyga qarshi olam bo'shligi qismi o'rinlashtirdi. Xo'sh, demak bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Undaqda birinchi xabardan boshlab ko'rib o'taylik. Litvaniya Xitoyning 3 diplomatini qo'g'lab chiqardi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Litvaniya Xitoy munosabati Xilidan buyan yirik holatda turyapti. Ilgari qanchalar qatim bu haqda xabarlarni huzuringizga sundik. Bu qatim yana shu Xitoyninki yo'lsizligi, Xitoyning har qaysi davlatlarda hammamiz bilgan shu xilma-xil yo'lsiz harakatlar sababli nurg'un davlatlarda har xil shunga o'xshash chora ko'rilyapti. Bu Litvaniya Xitoyning shu 3 nafar elchixona amaldorini bu qatim chegaradan qo'g'lab chiqargan bo'lib, Fransiya xalqaro radiosida berildi bu xabar. 29 noyabr Litvaniya hukumati Xitoy elchixonasining 3 xizmatchisining qo'g'langanligini e'lon qildi. Sabab nima? Lekin hukumat qo'g'lab chiqadi deb e'lon qilgan bilan qo'g'lab chiqarishning sababini aniq aytmagan. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bu tafsilotlar yo'q. Bu qaror Baltik dengizidagi suvosti kabelining kesib o'tilish voqeasiga chetishlik bo'lishi mumkin deb analiz mulohaza qilinyapti. Bildirilishicha, noyabr oyining o'rtalarida Baltik dengizidagi Shvetsiya dengiz tavalligida 2 dengiz osti kabeli kesib o'tilgan bo'lib, kabellarning biri Shvetsiyaning Gotland orolini Litvaniya bilan tutashtirdi ekan. Navbatda Shvetsiya dengiz osti kabelining buzilishiga qarata tekshirishni boshlagan bo'lib, dengiz qatnashini nazorat qilish punktining sonliq ma'lumotlariga qarag'an vaqtimizda jinoyat gumondori Xitoyning Yipeng 3 nomli paraxodi bo'lib, dal kabel kesib o'tilganda bu rayondan o'tgan ekanda, hamda shuning uchun bu mulohazalar qilinyapti. Litvaniya Tashqi ishlar ministrligi qo'g'lab chiqarishning konkret sababini o'tirg'a qo'ymagan bo'lib, faqat Xitoyning Viyana ahdnomasiga va Litvaniya qonuniga xiloflik qilganligini bildirgan. Fransiya xabar agentligining qayd qilinishicha, Xitoy bu masalada hech qanday mas'uliyatni ustiga olmagan. Yani her daim qaysi mas'uliyatni, qaysi masalada Xitoy o'zining mas'uliyatini ustiga olgan ki hozirgacha. Albatta her daim mas'uliyatni ustiga olmagan, lekin tekshirishga hamkorlashadiganligini yiligarlik bilan bildirgan. Xo'sh, demak, tafsilotni balki oldimizgi kunlarda chiqishi mumkin. Yana bir xabarimizga o'tsak, Fransiyada 2 kishi o'zak texnikasi maxfiyatligini Xitoyga setib berish bilan ayblandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta o'zak masalasi yillardan buyon nihoyatda zil masalada butun G'arb bilan Amerikaning G'arb bilan Xitoyning orasida bo'lib, Amerika bilan Xitoyning orasida eng kuchli shaklda davom qilyapti o'zak urushi va nurg'un davlatlarda Xitoyning shu hiylagarligi, nurg'un josuslik, o'g'irlik ishlar bilan nurg'un muhim texnikalarni o'g'irlab Xitoyga setib berish masalalari kun tartib turayotgan masala. Bu qatimmi Fransiya davlatlik terrorlikqa qarshi turish taftish mahkamasi o'zak texnikasini Xitoyga setish delosiga chetishlik bir ayolning til biriktirish jinoyati va 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin bo'lgan jinoyat sodir qilganligi sababli bu jinoyat bilan ayblab adliya nazorat tarafidan nazoratga ilinganligini bildirgan. Bir ayolning Dialoq chetishlik kishilarning advokati muxbirlarning bu vaqtdagi savollarga javob berishni rad qilgan. Bu Fransiya xalqaro radiosida berildi. Masalan, shu OMIK Fransiyaning yerim o'tkazguvchi ilg'or texnik shirkati
OMIK'ning nomi bilan atalgan mazkur deloda oshkorlanishicha, 2 Fransiyalik bilan 2 Xitoy 2023-yili 3-oyda Parijda delo turg'izilib, tekshirilgan. OMIK şirketi 2018-yili Zhang Rodan ismli Xitoy savdogar tarafidan setib olingan bo'lib, Xitoyda o'ltiraqlashgan mazkur Xitoy Fransiyada qurgan shaxsiy fondi orqali OMIK şirketining 94% payini setib olganda hamda. Demak, bu shu g'arb albatta uyqusini aytish kerak bu masalalarda. Xitoyning qanday hiylagarligi va bo'libmi g'arbda hozir Amerikaning kaynida Amerika o'zining ittifoqdoshlarini Xitoyga ilg'or o'zak texnikalarni setib berish masalasida jiddiy o'zining atrofiga to'playotgan bir paytda bir Xitoyga buncha payini setib berishi amaliyotda intayin ig'ir xatolikda. Mazkur shirkat ishlab chiqaradigan material yerim o'tkazgichning kuchini necha 10 hassa o'stiradigan bo'lib, 2021-yili Fransiya davlat ministrligi tomonidan strategik material qatoriga kirgizilgan. Bu OMIK shirkati ishlab chiqargan material. Ma'lum bo'lishicha 2023-yili 24-mart OMIK shirkatining bosh direktori Mark Roche va bu shirkatning bir Xitoy amaldori chet el kuchlarini davlatning manfaatiga ziyon yetkazadigan programma, hujjat va arxivlar bilan ta'minlash jinoyati bilan ayıplanganda 2023-yili 24-mart. Yani bu tekshirish, bu ayıplanish davom qilayotgan bo'lib, mazkur jinoyatga 15 yillik qamoq jazosi va 225 ming yevro jarimani qo'yiladi deb xabarda bu shaklda berildi. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Malayziyadagi xalqaro yig'inda Sharq Turkiston masalasi asosli tema bo'ldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligininki Malayziyadagi ziyoratlarini har kuni kundalik xabarimizda tafsiliy holatda beryapmiz. Nurg'un rahbarlar bilan, nurg'un tashkilotlar bilan har kundagidek uchrashib, vatanimizning da'vosi uchun nurg'un faoliyatlarni qilyapti. Shuning jumlasidan biz albatta muhim qisqa shaklda o'zingizlarga sunamiz haftalik xabarimizda. 1 dekabr Malayziya Islom ommaviy tashkilotlari hamkorlik kengashi yig'ini poytaxt Kuala Lumpurda o'tkazilgan bo'lib, har qaysi davlatlardan kelgan ommaviy tashkilot vakillari qatnashgan bu yig'inga Uyg'ur tashkilotlariga vakolatan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon va birlikning bosh kotibi Abdurashid Amin Haji va Amerikada faoliyat qilayotgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkilotininki raisi Ömer Qanat apandimi bu yig'inga qatnashgan va ayrim hammasi so'z qilgan. Hidoyatullo O'g'izxon apandi bu yig'inda Sharq Turkistonning mustaqillik masalasi hal qilish choralarini bir qancha nuqtadan o'ttirg'a qo'yib, tafsiliy tunishtirgan. U yana Sharq Turkistonda davom qilayotgan Xitoyning navbatdagi irqiy qirg'inchilik jinoyati va islom dushmanligini qanday to'xtatish, ya'ni islomiy tashkilotlar birlashib turib buni qanday to'xtatamiz degan bu nuqtada bir qator tadbirlarni har qaysi tashkilotlarning bu masaladagi vazifasini asl deb bo'lib islom dunyosidagi tashkilotlarning mas'uliyatini qanday ado qilish kerakligini o'tirib qo'ygan. Ömer Qanat apandimmi bu yig'inda navbatdagi Sharq Turkistonda vahshiylarcha ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, insoniy huquq, kishilik huquq dafsandichiliklar qatorliqlarni o'tirib qo'ygan. Yig'in oxirida Hidoyatullo O'g'izxon apandi bilan Ömer Qanat sahnada yig'in ishtirokchilarininki har xil savollarga javob bergan bu yig'inda. Hidoyatullo O'g'izxon apandi bu vaqtga ziyoratimizni qabul qilib, mazkur yig'inga Yevropa, Amerika, Hindiston, Malayziya, Indoneziya, Filippin, Tayland, Sri Lanka va boshqa islom ellarida faoliyat qilayotgan islomiy tashkilotlar va g'ayri islomiy tashkilotlar qatnashganligi bu yig'inda. Bu yig'inda Sharq Turkiston masalasining asosiy tema bo'lganligi, Falastin Arakan masalalarimi muzokara qilinganligini Sharq Turkiston vakillari Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan navbatdagi jinoyatlarini, irqiy qirg'inchilik jinoyatini kun tartibga keltirganligini bildirdi. Albatta bu hafta ichida yana hay'at Malayziya Akademiyasi Ma'rifat Tashkiloti VADAX tashkillagan 20-asrda Malay dunyosida o'tgan mashhur olim Muhammad Natsirning kitoblarini tunishtirish temasidagi faoliyatga qatnashib, bu yerda Malayziya bosh ministri Anvar Ibrahim bilan ko'rishish fursatiga erishgan. Yana shu ziyoratlar har kuni elib berilayotgan ziyoratlar jarayonida parlament a'zolari ishtirok qilgan yig'inga qatnashib, hay'at bu jarayonda hokimiyat beshidagi partiya va o'qitish partiyalarininki parlament a'zolari hammasilar ayrim ko'rishib, bu yerda
vatanimizdagi navbatdagi jinoyatlarni, Malayziyada Sharq Turkiston masalasini qanday kuchli kun tartibga olib kelish masalalarini tafsiliy suhbatlashgan. 4 dekabr Malayziya parlamentini ziyorat qilish jarayonida parlament raisi Yang Pertua Divan Rakyat bilanmi, Malayziya parlamentining raisi bilanmi ko'rishib, shundaqla sobiq tashqi ishlar ministri Dato Seri Sayfuddin bin Abdullah, Malayziya Islom partiyasininki parlament a'zolari ve başka nurgun partiya hammasini tilga olishning hojati yo'q. Shular bilan ko'rishib, vatanimizdagi masalalarni o'ttirg'a qo'ygan. Shundaqla Malayziya Davlat Mudofaa Universiteti Xalqaro munosabat va bexatarlik fakultetining o'qituvchisi bilan bu yerda ko'rishib, bu maktabda Sharq Turkistonlik Uyg'ur o'quvchilarni bu yerda o'qishiga qulaylik sharoit yaratish uchun bu masalalarni suhbatlashgan. Shundaqla 5 dekabr Malayziya Tashqi ishlar ministrining maslahatchisi bilan ko'rishib, bu yerda navbatda vatanimizdagi yuqori deganimdek jinoyatlar va Sharq Turkiston masalasini Malayziya va boshqa islom dunyosining ham rasmiy ham g'ayri rasmiy barliq nurg'un munbarlarda vatanimizdagi Sharq Turkiston masalasini kun tartibga keltirish masalalarini muzokara qilgan. Xo'sh, bir xabarimizga kelsak, İstanbul'da dini ilimler o'quvchilari ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu yig'in Sharq Turkiston O'limalar birligi tarafidan tunji qatim o'tkazilgan yig'in. Albatta O'limalar birligi yillardan buyon qurilgandan buyon xalqimiz uchun har xil faoliyatlarni qilib kelyapti. Vatanimizning muhojiratdagi xalqimizning asosli meselelerini hal qilish nuqtasidan bu qatim 30 noyabr İstanbulda joylashgan Sabahattin Saim universitetida shu İstanbulda o'qiyotgan diniy sohada o'qiyotgan har qaysi universitetlarda magistrlik va doktorlik o'qiyotgan yoki magistrlikni bitirib bo'lgan o'quvchilar va bularning shu ishtirok qilishida shu tunji navbatlik ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Mazkur ilmiy muhokama yig'ini deganimdek O'limalar birligi tomonidan o'rlashtirildi. Va bu yig'inda shu o'zininki maqolasini sungan o'quvchilar 12 o'quvchi tafsir, hadis, islom qonunshunosligi, ya'ni fiqh, mazhablar tarixi, qiroat ilmi va diniy ma'rif, tarix qatorliq sohalar bo'yicha o'zining ilmiy maqolalarini taqdim qildi o'quvchilarimiz. O'quvchilar 4 guruhga bo'linib tartib bo'yicha leksiya sundi bu yig'inda. Har bir bosqich oxirlashgandan keyin yig'in ishtirokchilarining temaga aloqador savollarga javob berdi. Yig'inga o'limalar, o'quvchilar va İstanbulda yashayotgan bir turkum xalqimiz ishtirok qildi. Bir kun davomlashgan yig'inning oxirida maqola sungan o'quvchilarga taqdirnoma tarqatib berildi. Biz kundalik xabarimizdan ba'di bu xabarning tafsilotini demak inshaalloh o'quvchilarimizga bu sohada yetishayotgan yosh o'quvchilarimizga keyingi bosqichlik o'qishlarga utuq tilaymiz albatta. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Amerika Xitoy mahbuslarni almashtirish harakatida 3 Uyg'ur qo'yib berildi. Xo'sh, albatta bu hafta ichidagi nihoyat muhim xabarning biri. Albatta nurg'un axborotlarda chiqdi, lekin Amerika Xitoy o'rtasida mahbus almashtirilganligi. Bu xabar New York vaqtiga berildi. Bu Amerika Xitoy mahbuslarni almashtirish kelishimiga asosan ijro qilingan maxfiy harakatda boshqa qo'yib berilganlardan sirt 3 Uyg'urning chet elga chiqishiga ruxsat qilinganligi haqidagi xabar New York vaqtiga berildi. Amerika amaldorlari oldin hafta Amerika bilan Xitoy asir almashtirish harakatida Xitoyning 3 amerikalik erni qo'yib berganligini, ularning biri Amerika Federativ tekshirish idorasining uchuvchisi ekanligini, Amerika turmaga qamalgan 2 Xitoy jasus va kam deganda bir Xitoy fuqarosini qo'yib berganligini, ammo mahbus almashtirishning bir qismi sifatida Xitoy untinsiz holda 3 Uyg'urni qo'yib berishga qo'shilganligini, ularning biri Amerika fuqarosi ekanligini, ular Xitoydan Amerikaga kelganligini bildirgan bu shaklda. Bir hafta ilgari Sharq Turkistondagi Xitoy soqchilari tuyuqsiz qo'yib berib Amerikaga chiqqan Uyg'ur kim? Tuyuqsiz Aisha Mahmud xonimning, Nuri Turkal apandining onasi Aisha Mahmud xonimning uyiga kelgan. Ular uningga narsa keraklarini tayyorlab somkasiga qochilashni aytgan. Aisha xonim Xitoy soqchilari uni turmaga yoki jazo lageriga solmoqchi o'xshaydi deb xalqimiz shunday o'ylaydi-ku.
kim kelip bana yük takılırını birazdan al dese, bütün halkımızın oylaydığını şu anda. Mening növbetim kepti de lakırqa epmadigan boldu dep. Bu şekilde oylagan, ama oylamagан yerden 4 günden keyin 73 yaşqa kirip qalgan Ayşe Mahmud xanım Amerikanın Virginia ştatida 20 yıl körüp bakmagan, 2 oğlu ve ilgiri bir qatımı körüp bakmagan 4 nevresi bilen cem bolgan. Ayşe Mahmud xanımın çoğun oğlu Amerikanın Xalqara Dini Erkinlik Komitetining sabiq raisi Nuri Turkal efendi bolup, Ayşe xanımdan chegaradan chiqishi izchil hozirgacha chekilinib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Bayden hukumati asir almashtirish kelishimining Uyg'urlarga chetishlik qismini e'lon qilmagan bo'lib, New York vaqt kezdi bu xabarni tunji qatim oshkorlagan, ya'ni boshqa yerda asir almashtirish kelishimi bo'ldi u deb hukumat tomonidan e'lon qilinganda, bu Uyg'urning ichida borligi haqida Bayden hukumati bilan e'lon qilmagan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Bayden hukumati Xitoyning o'zak sanoatiga texmo ko'p cheklamalarni qo'ydi. Yuqoridagi xabarimizda Fransiya masalasida o'zak masalan, o'zak urushi davomli shundoq kengayib, kun-kunga kuchayib menyapti. Bu qatam 2 dekabr Bayden hukumati harbiy texnika va sun'iy aql texnikasiga kerakli bo'lgan ilg'or o'zaklarni taraqqiy qildirishning oldini olish uchun Xitoyga qarata ilg'or texnika eksporti cheklamalarini kengaytirganligini e'lon qildi. New York vaqti gazetida berildi bu xabar. Bu cheklash tadbirlari Xitoyga bir qism o'zak va mashinlarning setilishini cheklagandan boshqa 100 dan ortiq Xitoy shirkatini savdo cheklamasiga kirgizdi ekan. Ya'ni nihoyat zo'r bir cheklamada bu hamda. Bu harakat Bayden hukumatining yaqinqi 3 yilda Xitoyni dunyodagi eng ilg'or texnikadan ayırıp etişini məqsəd qıldığan bir yürüş qaid nizamlarını 3-cü qatim yenileşi hesaplanırken de Bayden hükümetinin. Bu qaidler yana kelar ayda Donald Trump'ның prezidentlik vazifesiga o'ltirishdan ilgari Bayden hükümetinin Xitoy texnikasini nishonlagan eng oxirgi tadbiri bo'lishi mumkin deb shunda qaralyapti. O'tgan yilgi Xitoyning 29 shirkatini mujozat tizimiga kirgizgan to'g'ri. Bumu vazifani topshirib berishdan burun Trumpga eng oxirgi bir nimasi jazo tizimiga qo'shish bo'lishi mumkin deyilgandi. Bu shunday deyilyapti. Amerika Savdo ministri Raimondo yakshanba kunidagi muxbirlarning kutib olish yig'inida muxbirga bu harakat Amerikaning Xitoyning harbiy ishlarini zamonaviylashtirish eng ilg'or o'zak ishlab chiqarish iqtidoriga buzg'unchilik qilish uchun qo'llangan eng qattiq kontrol tadbirlariga vakillik qiladi. Hükümet, mutaxassislar, kasb sohasidagilar va ittifoqdoshlar bilan yaqindan hamkorlashib, bu harakatning davlat bexatarligini qo'g'dishiga, shundaqli kutilmagan savdo oqibatini eng tuvan chekka tushirishga kafolatlik qiladi degan shaklda Raimondo muxbirning so'ziga bu shaklda javob bergan. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Amerika Xitoyga qarshi olam bo'shliqi qismi o'rinlashtirdi. Elbette bu yeni bir Yaponiyada kurulgan bir kısım. Bu qatim Amerika olam boshliqi qismlari Xitoyning rayondagi tahdidlarni to'sish uchun Yaponiya poytaxti Tokiodagi bazada olam boshliqi harbiy qismi qurdi. Kyoto xabar agentligining 4-dekabrdagi xabari bu. Xitoyning Hind-Tinch okean rayonidagi ta'sirini kuchaytirishi va Shimoliy Koreyaning boshqarilgan bomba tahdidlarini nazarda tutgan Yaponiya ittifoqdoshi Amerika bilan harbiy hamkorlikni kun sari kuchaytirdi deb berildi bu xabar. Amerika olam boshliqi qismlarining Hind-Tinch okean qo'mondoni general-mayor Antoni Mastaler muxbirlarni kutib olish yig'inida Tokiodagi Yokota havo armiya bazasida olam boshliqi faoliyatlariga mas'ul harbiy qism qurganligini, buningdagi asosli maqsadining Shimoliy Koreya va Rossiyaga o'xshash davomlashayotgan tahdidlardan boshqa Xitoyning Hind-Tinch okean rayonidagi muqimlikqa tahdid solish maqsadidagi tajovuzchilik harakatlarini cheklash ekanligini bildirdi. Bu general. Hammamizga ma'lum, Xitoy faqat Yaponiyaga emas, bu yerda mayli Filippin masalasi bo'lsin, atrofdagi butun davlatlar bilan masala va kun sir bu yerda Xitoyningki beshamligi tajovuzchilik harakatlari kuchayayotgan bir vaziyat tutyapti. Shunga bu rayondagi hamma davlat degudek Amerika bilan har xil ittifoqlarni tuzyapti. Bu munoyat muhim bir ittifoq albatta.
U bayonotida yana bu mayor bayonotida Amerika Yaponiya ittifoqi burunqidanmi kuchaydi va hozir olam bo'shlig'ida tinchlik va muqimlikni qo'g'dashga tayyor. Harbiy qism Yaponiyaning olam bo'shlig'ini ko'zitish va boshqarilgan bombalardan ogohlantirish iqtidorini yuksaltirish qatorliq jihatlarda maslahat berdi, dedi. Amerika olam bo'shlig'i qism bo'lsa, Amerika havo armiyasiga tava bo'lib, Tokioda qurilgan bu harbiy qism Yaponiyaning havo mudofaa qismlari, ASDF bilan moslashishni ishga oshirishni maqsad qiladi degan shaklda xabar bu shaklda berildi. Demak, bu shaklda ittifoqdoshliklar nurg'un Xitoyga qarshi har xil ittifoqlar tuzilyotdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Demak, har xil Xitoyning beshamligi, Xitoyningki ichki teshida qilayotgan tajovuzchiligi, yo'lsizligi tufayli mana shunday hafta ichida kundalik xabarlarimiz va nurg'un xabarlarni huzurlarga sundik. Vaziyat shunday kun sari jiddiylashgan shaklda davomlashyapti. Alloh umr bersa, atiki kundalik xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.